Do'stlar, hammalaringga xayrli kun. Bilasizlar, Instagramda 2 kun oldin Epica mashinasini rasmini qo'ygandim. Ko'pchilik dirектdan yozib, aka, videosini ham qo'ying deyishgandi. Sizlarga qo'yishga qaror qildim. Mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Kuzovida hech qanaqa detalli ishlar yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsak, 30% bor. Mashinamizning holati yaxshi. Oldilaridan ko'rishlar mumkin. Mashina hech qanaqa qirilib chizilmagan. Turgan joyida mo'ykada reklama qilib yuborishga qaror qildim. Mana o'zimizning Majida chapanicha tilla. Mana ko'rasiz, lovulab turibdi. Balonlar holati ham o'rtacha, yangiroq deb bo'ladi. Salonni ko'rishlar mumkin. Afishkalari ham takob matve turibdi. Chexollari ham o'zini заводской holatida sveji bo'lib turibdi. Aytganchalik yurgani 176 ming yurgan, metanga ruxsatlari bor, metanga ham yuradi. O'zi aslida Epica mashinalarini qayta e'tibor berish kerak. Suyugi butunligiga, motori zo'rligiga. Agar motori zo'r bo'lsa, demak Epica'ni minish kerak. Motori chatoq bo'lsa, asli tavsiya qilaman. Bu mashinamizni aytganchalik luki bor. Ikkinchi payt esa mexanika, motori вообще asal o'tatsa tovushi pashti eshitilmaydigan darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, sizlarga $6200 dan tushib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar.